Do'stlar, bizda 7-savol. 25 yoshli, taxminan vazni 70 kg atrofidagi erkak kimsasiz orolda yegulligi yo'q, faqat ichimlik suv mavjud. Quyidagi berilgan zaxira energiya manbalaridan qaysi biri erkakning ko'p miqdorda kaloriya bilan ta'minlash ehtimolligi eng kam? Va yuqoridagi savolda keltirilgan erkakdagi zaxira energiya manbaining asosiy qismini triasilglisirol tashkil etadi, ya'ni muskuldagi oqsil o'rniga. Chunki triasilglisirol zaxirasi oqsilga qaraganda nima demoqchi bo'lyapti? Demak, oqsil va yog'da triasilgliseroldagi energiyalar miqdorini solishtirib chiqamiz ekan do'stlar. Bilamiz, triasilgliserol ya'ni tag 3 atomli yog' kislota hisoblanadi. Bu organizmning asosiy va ixcham energiya zaxirasi. Bizda organizm 3 xil narsa energiya bilan asosan ta'min beradi: uglevod, oqsil va yog'. Uglevod va oqsil bilamiz do'stlar 4,1 kilokaloriya energiyani hosil qiladi. Yog'lar bo'lsa 9,3 kilokaloriya energiyani hosil qiladi. Endi o'z navbatida ko'rinyaptiki, 1 gram oqsil parchalanganda 4,1 kilokaloriya, 1 gram tag ya'ni yog' kislota parchalanganda bo'lsa, ya'ni bundan 2 barobar ko'proq 9,3 kilokaloriya energiya hosil bo'lar ekan. Bu energiyaning zichligiga to'xtaldik endi saqlanish holati va suv omili. Bilamiz, triasilgliserol bu gidrofob modda hisoblanadi, ya'ni suvda erimaydigan modda. Bu ixcham va suvsiz saqlanishi mumkin. Oqsillar bo'lsa gidratlangan, ya'ni keyin joy egallashi va suv biriktirishi mumkin va 1 gram oqsil 2-3 gram suvni o'zida ushlay oladi. Va tananing umumiy vazniga ta'siriga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi holatda asosan tag 70 kilogramni va agar asos oqsil bo'lganda esa 110 kilogramni tashkil etardi. Ya'ni hozirgi holatda tag 70 gram bo'lganligi uchun ixcham va o'zi uchun komfort zonadagi tana hisoblanadi. Agarda oqsil bo'lsa o'ta og'ir va semiz tana, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, semiz tanani hosil qilardi. Bu TVI bo'yicha aytyapmiz. Endi savolga mukammal javob berishimiz uchun triasilgliserol suvlarga, ya'ni suv moddalari bilan birikmaydigan modda hisoblanadi, ya'ni gidratlanmagan va ixcham holda saqlanadi. Shuningdek 1 gramga nisbatan ko'proq energiya kaloriya o'zida tuta oladi. Lekin oqsillar bo'lsa gidratlangan holatda, ya'ni o'zida suv birikmasini saqlay oladi. Javobni tushundingiz degan umiddaman do'stlar.